Tinch joydan ijaraga uy so'raganlar uchun mana marhamat, ko'rishlaringiz mumkin. Angren shahar, Katta Freshni yuqorisida Farovon ko'chasidan 2 xonali xonadon topib qo'ydik. Bu tomonda mana katta eshigimizdan kirib kelganingizda bu yoqda uy egalarini o'zlari yashashadi va bundan tashqari kottej sifatida qilib turib uylar qurib qo'yishgan. Pastda ham ijarachilar bor va yuqorida mana 2 xonali ijara qo'yilyapti hozir. Demak, unda uyga kirib ko'ramiz. Qani bo'lmasam marhamat, mana kirganimizda katta bu yoqda zalimiz bor. Zalimiz joylashgan. Bu yoqda oynalarimiz akfadan tashqariga qarab o'tirsa bo'ladigan joyi. Aytgandek, bu tomonda mana bu joyini uy egalarimiz ijarachilar kelguncha ta'mirlab qo'yamiz deyishdi. Mehmonlarni kutib olsangiz bo'ladigan ajoyib shinam holatda mana ko'rishingiz mumkin, kattagina. Bundan keyin to'g'riga o'tadigan bo'lsak, bu yoqda yotoqxonamiz yosh oila uchun juda ham yaxshi shinam holatda ko'rishlaringiz mumkin. Bemalol bu yoqqa spalnilarni olib kelib o'rnatib qo'ysa ham bo'ladi. Aytgandek, bu yoqda duh konturlarimiz bor. Uzoq muddatga ijaraga olamiz deganlar uchun bemalol qishda g'amini o'ylamasa ham bo'ladi. Nimaga deganda, duh kontur o'zi bemalol mazax isitvoradi deyishdi uy egalari. Bemalol futbolkalarda yursa bo'lar ekan qishda ham. Va bundan o'tganimizdan keyin oshxonamizni ko'rishlaringiz mumkin. Aristonlar qo'yib qo'yilgan, gazlarimiz bor. Mana tashqaridan hovlimiz ham ko'rinib turadi. Bundan keyin mana bu yoqda oshxona o'sha garniturlarimiz. Undan o'tganimizda esa mana bu yoqda hojatxonamiz va dushimiz, sanuzel joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda ham sharoitlari yaxshi holatda, otopleniya qo'yib qo'yilgan. Shinam mazza qilib turib yashasa bo'ladigan sharoitda. Xo'p, uyimizni ijara narxiga keladigan bo'lsak, uy egalarimiz 2 million so'm narx qo'yishyotdi. Ular bilan kelishgan holatda oila uchun yoki bo'lmasam o'sha mana shunaqa 2 xonali xonadon qidirib yurgan tanishlarimiz uchun 1 million 700 ming so'mga beradigan bo'lishdi. Pastda raqamlarimiz qoldiramiz, aloqaga chiqing. Mana shu videoni 2 xonali ijaraga joy qidirib yurgan tanishlarimizga yuborib qo'yamiz. Balki siz tufayli yaxshi bitta joyda yashashga imkoni bo'lib qolar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, Uytop Angren profilimizga obuna bo'lishni unutmang.